Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa antrazit alyumin profilga eshik rom tayyorlaganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin shartlankalari bilan. O'zining laminatsiya shartlankasi bilan xudo xohlasa juda chiroyli chiqdi. Romlarimiz ham high-tech fasonda bo'lgan. Chiroyli chiqdi. Bu tomonda eshiklari, romlari shartlanka bo'lgan. Bu tomonda eshigi bor. Bu ham mehmonxonaning eshigi ajralib tursin dedi. Egasi shartlanka to'qib berdik. Mehmonxonaga mos qilib, xudo xohlasa juda chiroyli chiqdi. Yana bu telefon realniy hayotdagidek qilib ko'rsatib bera olmayapti, lekin juda chiroyli chiqdi. Nigrobkalar ham xudo xohlasa har doimgidek go'zal. Akfani o'zi mana pechatlari bilan choklari xudo xohlasa juda chiroyli chiqqan. Har doimgidek sifatli bemalol murojaat qilasizlar. Xo'sh, ko'pchilik kvadratini 700 mingdan, 800 mingdan deb o'ylayapti. Bu eshik romlarga kvadrat chiqmaydi. Rasxodini hisoblaymiz, ketadigan materialga qarab aytamiz. Ma'qul kelsa bemalol qildira olasizlar. Xudo xohlasa bizda originali bo'ladi. Aytilganini qilib bera olamiz. Kimgadir Akfa, kimga Altex, kimgadir Alibes sharoitga qarab qila olamiz. Bu tomon ham mehmonxona. Bu yerda podokonnilari bilan bo'lgan. Podokonnilari g'isht bostirilgan. Peni qo'yib qo'yganmiz. Romlarning kirobkalari ham go'zal, ko'rsatish shart emas, xudo xohlasa. Mana murojaat qila olasizlar. Tortinmasdan telefon qilib, narxlarni bilib, ma'qul kelsa ayta olasizlar. Tomonda yana mehmonxonaniki bor. Biz ham yo'q mehmonxona ekan bitta. Mana shartlankalari bilan. Bu esa eshigi. Splashni oyna bo'lgan, oynasi mo'qriga oq bo'lgan. Shunga va ko'zguga o'xshab ko'rinadi. Ko'pchilik oynasi qanaqa deb qiziqadi. Ko'zguga o'xshaydi. Mana bu tomonda odam bemalol ko'rsata oladi. Shunaqa ko'zgu bo'lib qoladi. Oq tashqari qilib solingan. Shunda shartlankalari ham bemalol ko'rinadi. Xudo xohlasa ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimiz rivoji uchun. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xohlasa davomi yana qizaradi deydi.